Bugun Dubaydan iPhone 17 olib kelib, nechta foyda qilish mumkinligini tekshirib ko'ramiz. Qani ketdi? Har yili sentyabr oyida iPhone'ning yangi modeli chiqishi bilan ko'plab o'zbeklar va malikaning 80% do'konchilari iPhone olib kelgani Dubayga borishadi. Biz ham Dubaydan iPhone 17 olib kelib, nechta foyda qilish mumkinligini tekshirib ko'rmoqchimiz. Biz hozir Dubai Mallga yetib keldik va Dubai Mall ichidagi iPhone 17 narxlari bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Ketdi. Ular o'rtoqlar, biz hozir App Store'ga qarab kirib ketyapmiz. Qani ko'ramiz o'tda iPhone'larning narxi necha pul chiqadi. Qarang, bu yerda men o'ylashim bo'yicha 1199 dollar chiqqan iPhone narxi. Biz uni biz O'zbekistonga borib kamida 2,5 dollarga sotsak, qarang. 1300 dollar bitta iPhone'dan foyda qilamiz. Ikkamiz 2600 dollar foyda qilishimiz mumkin. Meni planim bo'yicha biz hozir rejani to'g'ri amalga oshirsak 2600 dollar ishla olamiz. Ham Dubayga kelib dam olib ketamiz maza qilib. Birinchi bo'lib olib kirsak 2,5 dollar sota olamiz. Birinchi olib kiramiz. Yo'q, O'zbekistonda bu yil 17 narxi ancha qimmat bo'ladi deydi. iPhone 17 bo'lgan so'rab ko'ramizmi? Bu ana 17 Pro. Go. Shunchaki. Pro mana. Hop, baklajon rang. Uy, bilaman uni, jinni olarkan. Noqson qarang, YouTube ham olarkan oldi kamerada. Nech pul dedi? Biratan ursa keldi. Hozir biza Nima bu 5000 amper. Dubai Mallda bitta do'kon kirdik. iPhone sotilyapti. iPhone 17 bo'lardi. Terabayt nech pul bo'ladi bu? Ham sotuvchidan so'rab ko'ringmi, bormi hozir? Sotuvdami? Ha. Davay, so'raylik, yuring, ketdi. Yes, iPhone 17 Pro Max. Stop. You don't have? Okay. Not buy, is it? Okay. Okay, tushunmadimmi mayli? Yo'q, tushunmadim-ku, lekin Yo'q dedi, qarorchi, faqat mana shu prezentatsiya uchunmi? prezentatsiya uchun bor ekan. Lekin bitta narsani aytamanmi? Bizlarni Toshkent City'dagi mall bundan chiroyli. Rostdan bizning Toshkent City'dagi mall Dubai Malldan ancha chiroyliroq, mana bu. Bot katta, keng, bir ko'p. Yo, bizaniki chiroyliroq. Ham chiroyli, anaqalar ko'p. Hindistonliklar. Millatchi emasman, no, bularni qanaqadir hidi bor, sezdingizmi? Bizda bor lekin. Qanaqa sezdim? Zira, nima hidi kelyapti? Ziravorlar. Ziravorlar? Ha, Galina Blanka, zira. Oh, where is the App Store? App Store, where is? App Store. Tushunmaysizmi? Mayli. Okay. Voy turimizda bitta ana indeys keldi-da, bo'y baland, kachok indeys kelyapti-da. Yo, kelish bilan mana tikilib oldi, iPhone 17 deyapti, tipo 17 bormi, deyapti. Nima? Tipo olmoqchimisan? Ha, olmoqchiman deyapti. Endi biz taqa sumkalarda turibmiz-ku. Bizani oldi sotib qotdi bo'ladi-da, javob taqa seriyozda turibmiz-ku. Keyin yo, ana anta bor 2000 dollar sotyapti. Yo, sizlarda bormi? Sizlarda deyapti. Yo, deyapti. Okay, ketyapti. Okay, dedi, ketyapti. Dubayda Dubai adashtirib jinni qilib qo'yish yomon-da, bari. Mana 2 soatdan beri yurmayapman. 2 soatdan beri aylanib yuribmiz-da. Ketdik boshqa joyga o'tdik. Rolex lift bor ekan. Rolex qolgan. Boshingiz ko'rasizmi, Rolex pulimiz yo'q, va voy onangning bu. Nech pul ekan bu? Nech pul bu? Bilmadim, u bitta Hilton qursa bo'ladi. Lekin 1000 dollar bersa olardim hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchayapsiz, so'ngsiz salomatingiz bor. Keling, men ham so'raydim. Keling. Nima keling? Oyoq basing. Ulug'bekka rahmat. Salomat. Biz ulug'bek muhtimi bilan rasm tushdik, yerlar. Bak kimi ko'rdik bilasizmi? Hozir syomkaga oldik. Qancha iPhone oldi sotib o'tdi-da. Bitta so'raylik. Ana sotyapti, xiymis qilib sotyapti. Ha, ketyapti. Assalomu alaykum. Qolmaylar. O'zingiz aka? Ha. Charchayapsan? Qatdan oldinglar iPhone? Shuerdan oldim. App Store'dan birovdan oldinglarmi? Yo'q, birovga yo'q. Qo'ldan necha pul oldinglar? 4900 ga. 4900 dirham bo'lsa necha bo'ladi? 4400. Ha, sizlar sotaverasizlar o'zingizlar. Birovdan olib chiqib. 1342. 1342 Pro o'zi, 250. Voy, qani pasimiz App Store'ga. Mana App Store topdik. Xullas o'rtoqlar, biz Dubaydagi App Store'ga keldik. Shu yerdan hozir iPhone'larni narxini bilmoqchimiz. 100% ehtimol bilan bu yerda iPhone qolmagan.
App Store'dan iPhone qaranglar, o'chirib bilan olsanglar bo'ladi. Agar o'chirib bilan ola olmasanglar, bizga qayerdan yana arzon olish mumkinligini sizga videoning oxirida ko'rsatamiz. Mana buni anaqasi o'chsin hozir. Hey, mana. ekranchasi o'chsin. Dubai Mall'da mana ko'rishingiz mumkin. Dubai Mall'da iPhone uchun o'chirib probkani ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Sotosizlarmi, brat? Assalomu alaykum. Boshqa yo'qmi ortiqcha? Ana bundan so'rangchi, Kim, biladami? Mamo akami? Ha, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. iPhone sotasizmi? Ha? iPhone sotasiz. Nima olasiz? 17 Pro Max. Qancha kerak? Max mana. Bron qilganmisizlar sizlar? Ha, biz kecha to'ladik biron. Kecha bron qildinglar. Kecha sotib bo'ldik biron qilganimiz. Yana oldinglar bu yerdan. 13-da biron qilganmiz. Qo'ldan olyapmiz. Wow. Katta bo'ladimi nima bu yoqda? Mana Dilmurod ey. Mana. Qanaqa 17? 17 Pro Max mana. Wow, mana zo'r ekan. Hali ingichkaligiga qarang. Videoga oling. Demo up and down nima degani bu? Bilmayman, men ingichkaligini qaranglar. Ekan. Mana 17 ni o'zi. Yo'q, bu 16. Mana 17 ni o'zi. Pro? Yes, iPhone 17 Pro Max. Nope. No? Only online, sorry. Only online? Only online. Faqat anaqada bor, sotuv online bor. Hozir bu yerda yo'q. Bu yerda yo'q. Odamlarga hayron qolaman-da. Mana bu rang jinni ekanmi, qani? Mana shu to'g'ri bo'dinga chiqadi dorosh. Ko'rinsin? They don't do here. In the group, I mean, I take it as a cookie. Pro qancha ketadi? Bizlar Just the moment I do that, the transaction. Lekin ana er uchun yo'qqa yetmaydi. ozgina kadrlarda noqulaylik bo'lsa, o'zi so'raymiz. Chunki bu yerda umuman videoga olish mumkin emas. Biz bekitib videoga olamiz. Narxini ko'rib oling. Voy, narxi qani? Pro, how much iPhone 17 Pro Max? 5099. 5099. 5099. 5099. Bo'lamiz 3ga. 1700 o. 1700 dollar ekan. Ha, 1700 dollar ekan. 5099 3ga bo'ldim. Shu joyda men valyutani вообще noto'g'ri hisoblab tashlaman. O'zi aslida bu narx 1400 dollar bo'lgan ekan, ya'ni 1399 dollar. Bu 1700 dollar ekan, Nima? Pro Max 1700 dollar ekan. 17 shu yerda o'zidan ofitsialniy joyda. Hozir men siz bitta bozorga boraman, Deyra degan. O'sha Deyradan iPhone'ni ancha arzon sotib oldik, ishoning. Deyra nima u? Deyra degan bozor bor. O'sha Aksua texnik sotadigan bozor. Malikada, tipo. Xuddi O'zbekistonning Malika varianti. Tushunasizmi? O'sha yerdan sotib olishingiz mumkin. Lekin bitta narsa, u yerda iPhone'larning ichidan qum chiqishi, ani mashinasida juda ko'p bo'ladi. Shu narsaga uchramasligimiz kerak. Aldanib qolishimiz ham mumkin. Bu riskli lekin. Bu bitta risk qilib ko'ringlar, ha? Bu yerda qimmat bu, slishim qimmat. Yana bitta sizlarga hozir bitta riskga vaqt qilmaslik yo'lini o'rgataman. iPhone 17 ni arzonroq sotib olmoqchimisizlar? Sizlarga zo'r taklif bermoqchiman. 1 yil kafolati bo'lsa, uzemay tizimidan o'tgan bo'lsa, uni ustiga arzon bo'lsa narxi. Hozir O'zbekistondagi 90% iPhone smartfonlarini hamma Dubaydan yoki boshqa yo'llar bilan nolegal holatda olib kirishadi va bozorlarda kafolatsiz sotishadi. Aynan sizlarga xuddi shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun ofitsialniy do'kondan sotib olishni tavsiya beraman. Misol uchun Texnomartdan, chunki Texnomartda 1 yil kafolati bilan rasmiy sotib olishingiz mumkin. Undan tashqari, narx-navo bo'yicha istagan bozoringiz bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Shunchaki pastda sayt linkini qo'yib qo'yamiz. Saytga kirib turib iPhone 17 narxlarini bilib olishingiz mumkin va saytda o'zida bron berib xarid qilishingiz mumkin. Ishonmasanglar, narx-navoni o'zingizlar kirib solishtirib ko'ringlar. Xullas, o'rtoqlar, tushunishingiz uchun Dubai Mall iPhone'lar qimmat, endi biz Juda ham qimmat. Deyra bozoriga yo'l olamiz. Ana o'sha yerda iPhone'larni juda ham arzon narxda sotib olishimiz mumkin. Abu Sahiga ketamiz. Dubai Abu Sahi. Malika, Dubai Malikasi. Dubai Malikasi? Xullas, o'rtoqlar, biz Deyra bozoriga keldik. Lekin bitta narsani esdan chiqarmanglar. Deyra bozori yakshanba kuni ishlamas ekan. Va biz qo'nchurimiz shu tarafda mazgina. Lekin umidimizni uzmadik. Bu yerda ochiq do'konlar bor. O'shalardan hozir iPhone narxlarini bilamiz. Agar iPhone bugun olmasa, ertaga xudo xolisa sotib olamiz. Da, ketdi. Malika bozoriga ketdi. Bu Malika bozori emas.
Yes, brother. iPhone 17. Yes, you have? How much? Orange color, right? Yes. 6,100. 6000. 2000 ga tushyapti. $2000. Bu kelishadigan joyi yo'q ekanmi? Aytingchi, so'rab ko'ring. Chut expensive, chut. Expensive ani pastroq bor. 2000 o'tdi ham 6,000 I give 6,000. 6000 ga beraman deyaptilar. 5,950. 50 dirham profit. 5090 what? 5950. Bro is coming is boshqa joylarni ham ko'rib kelinglar. bizga 264 ta. 264 ta. Pro Max. sim kartani tushirgan oqtaryapsizlar ekanda. Ya, yesin ham haqli lekin. Nesh pul hisob qilasizlar, to'g'risini aytayapti. Nesh pul? Soha bo'lmayapti hozir. Hozir bo'lmayapti. Qiyin, to'g'rimi? Nima ko'ra narsaga bitta zona ayting. Texnomartda indikasi o'tgan sotadi. Texnomartdan boshqa olish kerak. Texnomartdan arzon chiqadi iPhone. Asli indikadan o'tgan, sotib olgan yaxshi-da. Afsonali do'kon. Da. Qachon chiqadi? Просто men aytdim Texnomartda reklamada. Orada integratsiya. Integratsiya bo'lib ketdi. Buni kesib tashlaymiz endi. Muhant kesib tashlaymiz. Muhant kesib tashlaymiz. Brother, he's back. O'zi ko'rib chiqaylik, aylanib, bo'ladimi? Okay? No problem. Mana akalar charchamaylar. Salomat bo'linglar. Ha. Xuddi shu payt mehnatimizni qadrlash uchun videoga like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi juda ham ko'p rasxod qolamiz bunaqa videolar uchun. Sizlar prosta obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Biz bundan ham zo'r kontentlarni rejalashtirib qo'yganmiz. Buning uchun sizlar bizani podpисчикка qilsanglar bo'ldi. 100 mingta podписчикка ozgina qoldi. Iltimos, mana shu videodan keyin bizani 100 ga qilib beraylik. Biza men u Abu Sahida yurgan deyapman. To'g'risi. Qo'lim yog'lanib ketyapti. Issiq. Qani bu yerda iPhone? Issiq. Issiq вообще. U anta zapchas bozor bor endi. Davay kiramiz ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. iPhone 17 yes. Pro Max. Pro Max, yes. Sim card. Yes. Yes. Sim 6900. 6090. Kelishtirib beradi. Anaqasi bo'ladigan narxi bormi? Pastroq. Expensive bro. This is orange color. Orange Another color you want cheap. Sizlar beringani-chi. And the blue and white, yes, you have to color. As orange, very expensive. Expensive. Oh, thank you, bro. Oh, chiqma dedi. What color? Orange? White. 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 This camera yes. How much? 150 there. 50. Brazil dirhamga. Brazil dirhamga drone kamerali. iPhone 17 how much? Yes. Is this orange phone? Yes, SIM or SIM card? Bro, it's shoot expensive. Sal pasaytirib bera olasizmi? Assalomu alaykum. iPhone 17 yes. Tamam. Yani 1650 yaxshi etdi. 1650 gani cho't ketdi, bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. iPhone 17 yes, bro? iPhone 17. 17 no brother. Assalamu alaikum. iPhone 17 how much? Pro Max 5.8. Bro, what's color? Orange? Blue. Blue? Uzbekistan. Yes, Uzbekistan. 1570. I'm back. Bro, we're back. Yes. Bu oxirgisida. Final price, yes. Okay, bro. Ay, ketdik. Bu yerda hammasi bir xil narx tushunolmas ekanda. Bitta ekranimizni mana bunday aytdi. 2000 ketyapti, bittasi ekran 1500. Shunaqa o'rtoqlar 2000 narx etib turib, sirasi $1600 chiqib qolsa ham olib o'tirmanglar. Bu yerda hammasi bir xil narx qo'ymas ekan. Shuncha kelgandan keyin aylaninglar, bo'ldi. Oxirigacha kiringlar. Bozor oxiri yakshanba ham mana biz keldik, ishlayapti lekin bozor. Ishlab. Qoldi ishlaydigan do'konlar. Yana ichkari ketyapmiz, ichkari arzon bo'laveradi ham. Aytmoqchi o'rtoqlar, Derani lokatsiyasini Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Bu joyni topishga biz qiynaldik, sababi lokatsiyadan Deri mal deb yozsanglar chiqmaydi, boshqa joylarga yo'naltiryapti. O'shaning uchun maslahatim shu, bizga tashab qo'ygan lokatsiya bo'yicha kelinglar Dubayga, misol keyingi 2026-yil iPhone 18 chiqishiga agar sizlar shunaqa движение qilmoqchi bo'lsangiz, kilometr qilmoqchi bo'lsangiz, bizga tashab qo'ygan lokatsiya bo'yicha kelinglar bu yerga. Metro bozorida, metro ham bor yonimizda. Assalomu alaykum. iPhone 17 yes, bro? Pro Max. 1600.
Assalomu alaykum. Assalomu iPhone 17, yes? iPhone 17. Pro Max. iPhone 17 Pro Max. aka naqd 1,5 ming bor. O'shanga moslab keldik. 1,5 ming. Qaltaratish. Да. Ko'tarmaydim? iPhone 17, yes, bro? How much? 17 Pro Max? Yes. SIM or eSIM? Yes. Today special price. Русский понимаешь? Да. O'zbekmiz. Чисто понимаю. O'zbek. From Uzbekistan. Здесь только хороший цена, еще надо, это, брат, знаешь, 17 Pro Max. Брат, подешевле можете сделать? Pro white iPhone. Syomka qilursa bo'ladi. 17 Pro, Да. Pro Max. Есть Pro Max. сим-карта не пойдет, Сим-карта не надо. Сим-карта. yaxshi qiymat bor. Yaxshi birodar deb. Актив только пойдет или не актив? Какой? Yo'q, bizga ishlatilmagan. Noaktiv. Noaktiv. O'zbekcha bilan Ha. O'zbekcha bilasizmi, aka? Tushunadi. Customer sifarish, misol customer gelelim. Ayna uchuv, ayna. Cho'chib. Da, da. Okay. Okay. Very good. 1726 qolyapti. Biradan. Ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu. Videoga gapirib qo'ying. Qo'ying kanal. O'rtoqlar mana bratlarni ko'rib qolib biz YouTube'ga video oldik. YouTube'ga sizlar ham tushdinglar bo'ldi. Bo'l bratlar ham bor. Arzon iPhone topishingizda yetaveringlar. Olam. Arzon iPhone topsa. 1660 YouTube no YouTube. qani? دكان شو مرة مشينا Meni bog'lab ko'rsana. Brat, urushib ketishyapti bular. Mana o'zi meni klientim olib qo'ydi. 1650 ga emasmi? 1650 ga lekin boshqa siz bo'ladi. I have 1570 dedi. 1500. O'shandan olib qo'ya qolinglar, undan ko'ra. Bro, white color. White color. White color I need to see, but now I have available the blue color I told you, this price. Dollar. This. Blue rang bor ekan. Blue rang. Don't silver. 1570. Silver I'll check, no problem. Silver also. Aychi qilib beraman deyaptilar. Silver? Silver I'll check for you, no problem. Silver 17. Silver, but I check the price, how much the price. Now available the blue color I have. Same, I'll give you this price. Tushunmadim. Vashi Nima? Qilib o'zim gaplashaman siz bilan qilib turing. Men biz o'raman ingliz tilini bo'lsa, men ingliz tilim altsin. Altsin minus 1. Yesim, yes. Altsin 3. Uchanchisi nima o'zi? Mana bu narxga faqat cook deyapti. Kartaga qanday pul kartaga Qomat. 1280 karta. This price. Your price more. Voy. This market. This market? Down, Ha. one time down. 1721 deyapti. Уже oshib ketdi hozir. Hozir oshdi deyapti. Go 170. Okay. Let's go. Yeah. Dollar. So, Xullas o'rtoqlar men sotaman 1570 dollarga sotib oldim. Congratulations. Xullas biz iPhone sotib oldik. necha pulga oldi? 1570 dollar. 1570. Dera bozoridan oldik. Mana rangini oldik, blue rangi. Biz iPhone'ni Dubaydan olib kelgandan keyin Malika bozoriga olib borib sotmoqchi bo'ldik. Dubaydan olingan. 60 pul sotmoqchisiz? Hozir 2050 deyishayotgan ekan bozorda. 2100 ga ham deyishyapti-ku, 2000 ga. Real narxi pul berasiz? Ya narxi 2000? Nech pul olib qo'yasiz? 200 ga olib qo'yaman. 200 dollar vaqti zarar bo'lib ketadi-ku. O'zi bunaqa narxga 1800 ga OLX ga qo'ysam 1900 ga sotilib ketsa kerak. Biz ham tirikchilik qilishimiz kerak. Hop 2000 olib qo'ysangiz ham, 2100 sotib olsangiz bo'ladi. Hozir 2100 sotdik. Narxi o'zi. 850 beraman, emikasini. 1850. Emekasini voy. Arzon, okey. 1950 bering, bo'pti, beraveraman. Prosta o'zi qarang. Telefonni Dubaydan prosta olib kelib bersangiz 100 dollar foyda berishyapti. Yo'ldan olsa pakutiga. Shunaqa to'g'rimi? Prosta 100 dollardan kam foyda qilyapti-ku menga. Tekshiruv tushib ketyapti-ku. Qanaqada telefonni foyda qilish oson emas. Ya bilaman, o'shaning uchun 1930 olib qo'ying, okey. 30 dollar talashmaydi. 10 dollar qo'shaman, agar to'g'ri kelsa, Bering. istashab ketasiz. 1910 ga bo'lib bering. Ovoz bergan yaxshimi yo so'm? So'm bering. Ozginasini so'm, ozginasini qog'oz qilib beramiz. Bo'ladi aka. Va men smartfonni Malika bozorida 27-sentyabr kuni 1910 dollarga sotib oldim. Lekin stop. Smartfoningizni O'zbekistonga olib kirib keldingizdan deylik. Agar mabodo smartfoningizni deklaratsiyada ko'rsatmasangiz, nima bo'ladi? Shu bo'yicha bojxona matbuot rahbari
Oksanaga Tangriyev ma'lumot berib o'tadi. Aka, shu smartfonlarni O'zbekistonga olib kirish tartibi bo'yicha ma'lumot bersangiz. Rahmat. Demak, O'zbekistonga mobil qurilmalar asosan ikki xil yo'l bilan olib kiriladi, ya'ni jismoniy shaxslar tomonidan o'z ehtiyojlari uchun shaxsiy maqsadda foydalanish uchun hamda tadbirkorlar tomonidan tijorat maqsadida, ya'ni O'zbekistonga rasmiy import qilish orqali. Jismoniy shaxslarga agar ular O'zbekistonga havo yo'llari orqali kirib kelayotgan bo'lsalar, ya'ni samolyotda kirib kelishda 2 donagacha mobil qurilmalarni bemalol o'z ehtiyojlari uchun olib kirishlari mumkin. Agar havo yo'llari orqali temir yo'lda yoki piyoda ravishda keladigan bo'lsalar, u holda har 6 oyda bir marotaba mobil qurilmalarni o'zlarining shaxsiy ehtiyojlari uchun olib kirishlari mumkin. Ammo bunda tovarlarni respublika chegarasidan olib o'tishda o'sha shaxsiy ehtiyoj uchun mo'ljallangan tovarlarni bojsiz olib o'tish me'yorlariga qat'iy rioya qilish kerak bo'ladi. Ya'ni havo yo'llari orqali samolyotda kirib kelishda, demak, 1000 AQSh dollargacha tovarlarni yurtdoshlarimiz o'z ehtiyojlari uchun bojsiz olib kirishlari mumkin. Bu ko'rsatkich demak poyezdda 500 AQSh dollari hamda piyoda yoki avtomobilda kirib kelishda 300 AQSh dollarni tashkil qiladi. Endi aytaylik, olib kirilayotgan mobil qurilmaning narxi aytaylik 1200 AQSh dollari. Agar mana shu yo'lovchining yonida boshqa tovarlari bo'lmasa, u holda 1000 dollarlik demak bojsiz olib kirish normasi chegirib tashlanadi va qolgan 200 AQSh dollardan 30% miqdorda yagona bojxona to'lovini to'lashga to'g'ri keladi. Faqat buning bitta sharti bor. O'zbekistonga olib kirilayotgan barcha mobil qurilmalar albatta yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilishi shart. Ya'ni deklaratsiyasida telefonning rusumi hamda email raqamlari ikkala sim kartasi uchun ham ko'rsatiladi. Bojxona xodimlari ushbu deklaratsiya asosida demak axborot tizimiga tegishli ma'lumotlarni kiritishadi. Bu ma'lumotlar UZMI tizimida avtomatik ravishda integratsiyalangan, ya'ni paydo bo'ladi va keyin siz bojxonadan o'tgandan keyin uyingizga borib bemalol o'sha qurilmani UZMI tizimidan ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Agar yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilmasa, u holda telefonning umumiy qiymatidan, ya'ni hozir aytdik, o'sha masalan 1,5 dollar bo'lsa, 1200 AQSh dollar bo'lsa, umumiy qiymatdan 30% bojxona to'lovini to'lashlariga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, tadbirkorlar O'zbekistonga tijorat maqsadida katta partiyada telefonlarni rasman import qilishlari mumkin. Bu yerda esa bojxona stavkalari biroz past hisoblanadi. Agar siz telefonlarni qonuniy tartibda O'zbekistonda keyinchalik sotaman degan niyatda import qilmoqchi bo'lsangiz, u holda 5% bojxona boji hamda 12% qo'shilgan qiymat solig'i to'lanadi. Faqat ushbu sharoitda, demak, telefonlarni, mobil qurilmalarni import qilishda ushbu tovarlarning muvofiqlik sertifikati talab etiladi. Modomiki muvofiqlik sertifikati bo'lmasa, bu holda import boji stavkalari 2 karra oshirilgan holatda qo'llaniladi, ya'ni 10% ni tashkil qiladi. Ajoyib. Shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, mehnatimizni qadrlash uchun videoga like bosib ketishingiz esdan chiqmasin.